Haqiqiy mujik kelib turib mana zalda ishlaydi. Musobaqada o'zini ko'rsatdi. Ko'chada shunday xayolingga sig'maydi. Kimni ko'rsam, bitta uraman, uxlatib tashlayman, urishsam uribdi. Yo'q. Shuncha ular duh yetmaydi zalga kelishga. Zalga kelsa bilamaydi, parashlash kerak, kurashish kerak. Bu yerda hech kim yordam bermaydi, qo'liga tosh ushlalmaydi, birovga yozib berolmaydi. Duh yetmaydi shuning uchun. Duh degan narsa mana shu zalda shakllanadi. Bitta o'zing chiqasan musobaqaga, otang yo'q, onang yo'q, bir to'da akang yo'q, chiqasan o'zing urishasan. Yutsang yutding, bo'lmasa yo'q. Shuning uchun duh yetmaydi ko'pchilik. Kelar bir kun, ikki kun qaraydi, bo'ldi chiqib ketadi. Nimaga jonni qiynaysiz kelmaydi? Zalga keladi, 2 minut tagiga chiqib qusib yotadi. O'larman bu. Hamma ana shunday xayolda yo'q, xayolda emas. Mayda kelish kerak, mehnat qilish kerak. Duh olishga, ertaga duhing bo'lsa, men yerda